Assalomu alaykum. Bugun shtamp atirgul, arizonskiy kiparis, vigela va boshqa gullarni umuman kesilishi, forma berilishi, qaysi payt kesish kerak qanaqangi holatda bu chiroyli bo'ladi. Shu to'g'risida bilganlarimizni aytib o'tamiz. O'sha har doimgi gapimiz, biz bilganimizni aytamiz, xulosani o'zingiz chiqarasiz. Vigelani men Telegram bilan Instagramga ham qo'yaman, qo'ydim. Hop, gullab bo'lgandan keyin kesish kerak. Biz kuzda kesganimiz bor edi, forma berilgan, shar bo'lgan, juda ham katta u. Juda ham chiroyli, juda ham katta. U gullamagan. Buni kesilmaganda o'zini holatida o'sgan. Bu gullab juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Gullar juda ham ko'p. Buni kesadigan payti gullab bo'lgandan keyin kesish kerak. Gullab bo'ladi, kesamiz, bo'ldi, shu bilan kelasi yilgacha kesilmaydi. Bu yil chiqargan shoxidan kelasi yilga gullaydi. O'shaning uchun buni kesyapganda gullab bo'lgandan keyin kesish kerak, kuzda kesmaslik kerak. Shtamp atirgul. Shtamp atirgulda imkon qadar buni xohlagan payt kessangiz bo'laveradi. Imkon qadar stolga yaqinroq qilib kesish kerak. Misol uchun bu o'tgan yilgi shoxi, bu kuzdami, bahordami kesilgani, bu yerdan kesilgan. Ko'ryaptimi, yo'qmi? Kesilgani. Bu yerdan kesilgan. Buni pastdan kesish kerak edi asli. 7-10 cm bir ikkita kurtak qoldirib pastdan kesish kerak edi. Ularni ham pastdan kesish kerak edi. Pastdan kesadigan bo'lsak, bu tana yo'g'onlashadi. Birinchisi, tagidagi tanasi yo'g'onlashadi. Tana yo'g'on bo'lgandan keyin gulni boqish oson bo'ladi. Shamolga, suv ko'p quyganingizda tag yumshab qolsa, yumalashga, shularga mustahkam bo'ladi. Hozirgi holatida buni tanasi o'ta o'sib ketganda, bu o'sishda yana davom etadi. Bu hozir gullagandan keyin tashlab yuboradi o'zini. Hammasi o'zini tashlab yuboradi-da, sinib ketish ehtimolligi ko'p bo'ladi. Gullari tashlab yuboradi. Suv beradigan bo'lsangiz, tagi ozgina ko'proq suv berilib yuborilsa, qaysidir tomonga bu o'parilib tushish ehtimoli juda ham katta. Ming yog'och qilib qo'yganingizda yoki temir qilib qo'ysangiz ham uni qizig'i yo'q. Sabab tag yumshoq bo'lgandan keyin bu yumalashi juda ham oson bo'ladi. O'shaning uchun buni kesyapganda albatta imkon qadar qotgan tanani shoxlatish kerakmi, bu yerdan olamiz. Bitta ikkita bo'g'in qoldiramizda kesaveramiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa, bu yerda bo'g'ini bor, bu yerda bor. Shu joyda olib tashlasa bo'lardi. Shu xatolari bo'ladi. Qancha yaqin qilib olasiz, shunchalik bu tanasi yo'g'onlashib, tanasi qotib, tagini o'zi ham qishda ham juda ham chiroyli turadigan bo'lib boraveradi. Agar biz buni bo'yiga o'stiraveradigan bo'lsak, bu xunuk bo'ladi. Kalta qiladigan bo'lsangiz, o'sib ketmaydi, kaltaroq o'sadi, bo'yi pastroq bo'ladi. Gullari sifatli bo'ladi. Ko'pgina gul ko'rmaysiz, ozroq ko'rasiz, lekin sifatli bo'ladi. Magnoliya ham bu yoqqa shoxlab ketganda buni ham kesilgan. Magnoliyani ham qo'ydik, buni kasal bo'lganini, kasal bo'lib 90% qurib qolish ehtimoli bor bo'lgan magnoliyani kesib tashlaganimizda, u ham ko'karishni boshladi. Yangi barg chiqarishni boshladi, uni Telegramga qo'ydik. Qo'yamiz aniqrog'i. Oldin kasal bo'lganini ham qo'ygandik. Hop. Bu yana bitta shtamp atirgulimiz. Buni ham bu yog'ini olib tashlash kerak. Bu ozgina o'sadi-da, sinib ketadi bu. Biz buni olib tashlaganimizda bu yangi shox chiqarib, yuqoriga qarab o'sgan bo'lar edi. Bu shu yerdan kesganimizda, misol uchun, tagidan chiqarib, tepaga qarab o'sib, to'ldirgan bo'lardi. Endi bu namatak. Bargidan ham ajralib turibdi. Bu ulangan bo'ladi. Mana shu namatak. Tanasidan chiqqan.
tashlaymiz. Bu namatak. Buni kesib olib tashlash kerak buni. Tagidan kesib olib tashlash kerak bo'ladi. Hop, bu mana ulangan joyi bu yeri. Bu yer ham ulangan joyi. Bu yangi tanadan chiqarayotgan joyi. To'g'ri kesdim ish qilib. Bu namatak bu. Bo'ldi, olib tashladik buni. Hozirgi holatda agar buni shunday o'stiradigan bo'lsak, bu ozgina o'sadi-da sinib ketadi bu. O'shaning uchun buni bag'ridan hozir kechamiz. Bo'ldi. Shunaqangi holatda qilamiz. Hozir yuqorisini ham kesib tashlasa bo'laveradi asli. Bu ham egilib yotibdi. Bu gul chiqaradi-da, gul chiqargandan keyin o'zini tashlavoradi, sindiradi. O'shaning uchun buni ham tagidan olib tashlaymiz. Aslida bu yog'ini ham olib tashlab yumaloq qilib qo'yishimiz kerak edi, ochilaverardi. Lekin shuncha qilingan mehnat, gulini ko'ramiz buni. Kaltaroq qilish kerak, qancha stolga yaqin bo'ladigan bo'lsa, kesishingiz shunchalik bu kompaktli va chiroyli bo'lib o'sadi, chiroyli bo'lib gullaydi. Parizonskiy kiparis. Atirgulga hozir yana qaytamiz. Parizonskiy kiparis. Shoxlab ketganda, menimcha bor odamlar yaxshi bilishsa kerak, yoniga shoxlab ketadi bu. Oralar ochilib qoladi. Buni kesib tashlaganmiz buni. Mana misol qilaylik-da. Uchi olib tashalgan, yangi shoxlarni chiqaryapti. Uchi olib tashalgan buni ham yangi shoxlarini quvvatini shunga beradi-da, ichkariga o'tishni boshlaydi. Kesilgan. Shu tikka qilib turib olinganda zichlashib turib boraveradi. Agar buni kesmaydigan bo'lsangiz, o'zini holatida o'sadigan bo'lsa, yonga tarvaqaylab tez o'sib ketib qoladi-da, oralar ochilib qoladi. Shoxini sinib tushish ehtimolligi bo'ladi. Bo'lmasa orasi ochilib juda xunuk bo'lib qoladi. Buni doim forma berib turadigan bo'lsangiz, stol yo'g'onlashib boraveradi. Ichlari zich bo'lib boraveradi, to'lishib, chiroylikgina bo'lib boraveradi. Zo'roqdan qilaylik-da. Xunukroq kesilgan. Kesish bilan shug'ullanmayman. Ko'p vaqt ketib qoladi bunga. Aka borlar. O'sha kishi qilarlar. Endi Xudo xohlasa bundan keyin chiroyliroq qilib kesamiz. Kesadigan apparatlarimiz hammasi bor. Bu forchunami derdi buni adashmasam. Barglari sapsariq, juda ham chiroyli. Buni forma berib kesilgan. Bu hozirgi holati. Diyorum. Juda ham chiroyli ochiladi, barglar chiroyli buni. Bunda ham xuddi shu qolgan o'simliklarga o'xshab turib, bu yuqoriga qarab o'sib ketib qolgan. Buni ham forma berib, yumaloq qilib ushlab tursa bo'ladi. Zich bo'ladi, juda ham chiroyli bo'ladi. Lekin bu o'zini holatida o'sib qolgan hozir. Endi gullab bo'lgandan keyin kesib oramizda buni. Buni doim kesib tursa bo'laveradi. Mana yana shtampatir gul. Kurtagi juda ham ko'p. Kesib tashlashga bu ko'z qiymaydi buni. Lekin tagi ketishi boshlagan. Ko'tara olmaydi. O'shaning uchun buni ham gullab bo'lgandan keyin berahim beshafqatlarcha misol uchun taglaridan kesib tashlash kerak bo'ladi. Bu yerda hozir kesilgan joyi, mana bu yerdan kesilgan joyi. Buni bu yog'idan emas, bu tagrog'idan kesilganda bu kompaktliroq bo'lardi, o'zini ko'tarib turadi. Quvvatni tanaga ham beradi, yuqoriga ham berardi. Hozir shiraga qarshi dori sepilgan, bugun yana sepamiz qaytarib sepamiz. O'lgan ham, o'lmagan ham
Shu gullarda buni yaqinda kesdik. Buni hech qancha bo'lgani yo'q. Bu zo'r tomoni xohlasangiz to'rtburchak, xohlasangiz shar qilib, xohlagan shaklingizda ushlab tursangiz bo'ladi. Sprey. Bu ochilib bo'ldi. Magnoliya haqida qo'ygandek, ekyapganda ildizini yayqatib turib keyin ekish kerak. Agar o'shanaqangi ekmaydigan bo'lsangiz, yo qurib qoladi, yo bo'lmasa 2-3 yilgacha o'zgarmasdan shunaqangi turish ehtimoli juda ham ko'p bo'ladi. Bu maslahatni beryapman, maslahat deyiladimi endi bilmayman. Bu boshimizdan o'tgani, tajriba qilib ko'rganimiz. Umuman hamma gullarda, juda ham ko'p gullarda ildizi o'ta ko'p o'ralib ketgan bo'lsa, tuvakdan chiqarib shundoqcha yerga ekadigan bo'lsangiz, u gulingiz o'zgarmay turaveradi. Sababi ildiz o'zini atrofida o'raladi, yo bo'lmasa tashqi yangi ekkan muhitingizga moslashib ketmaydi-da. Suv quyganingizda yerni namidan ildiz ko'chatga quvvati yetganicha olib beradi. Ko'chatingiz qurib ham qolmaydi, ko'karib yashnab zo'r bo'lib ham ketmaydi. Bu zo'r bo'lib ketish uchun yoyvorib turib ekish kerak. Biz hozir ekyapgan daraxtlarimizni, hozir ekyapgan gullarimizni hammasini shunaqangi qilib ekyapganmiz. Vigela kesilmagan, zo'r bo'lib gullagan. Bu perisklet. Bunda ham misol uchun bularni olish kerak. Bu yovoyi. Bu oq turgan joyda bu ko'k xunuk qilib turadi. O'shaning uchun buni olib tashlaymiz. Qolganlarni ham olib tashlaymiz. Bu fatinya, buni sarig'i ham bor edi adashmasam. Buni sarig'i. Bundan ham ko'kini olib tashlab turish kerak. Juda ham ko'p aralashib ketib qopti. Bu salqin joyga ekiladigan bo'lsa, buni rangi bunaqangi bo'lmaydi. Oqi ham, sarig'i ham hammasi bir xilda ko'k rang bo'lib qoladi. Bo'ldi menimcha. Bilganlarimizni aytdik. Beryoza. Buni ekkanimizga o'tgan yil ekkan deya adashmasam. Orasini yaqinroq ekkanmiz, sababi bir-biriga yaqin bo'ladigan bo'lsa, bir-biri bilan raqobatlashib turib, o'sish yaxshi bo'ladi. Tikka o'sadi, tezroq o'sadi. Eng asosiysi buni ko'kattirib olish. Ajoyib tanalar. Asablaringiz tinchlanadi. Kechki payt aylanib chiqib, bir tomosha qilib bir ko'rganingizda bu rang-baranglik bu ajoyib. Asli tabiatga qiziqadigan yo o'simlikka qiziqadigan odam buni tanasini ko'rganda, bargini ko'rganda, prosta bu nuqta-nuqtalarini ko'rganda tushuntirib bo'lmaydi, falsafa bu. Bizning aqlimiz yetmaydi. Lekin men ko'rganimda maza qilaman. Ayniqsa beryozani. Foydali bo'lib qoladi. Biz bilganimizni aytamiz. Xulosani o'zingiz chiqarasiz.